Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim va shoshilinch masalani tushuntirib beraman. 10 oktyabrdan keyin pensiya olayotgan ko'plab odamlar kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Pul vaqtida tushmasligi, karta ishlamay qolishi, nafaqa to'lovi tekshiruvga tushishi yoki hujjatdagi bitta xato sabab to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu gap hamma pensionerga bir xil darajada tegishli emas. Lekin har bir oilada pensioner borligi uchun bu ma'lumotni bilish shart. Men hozir sizga vahima qilish uchun emas, oldindan tayyor bo'lish uchun gapiryapman. Chunki pensiya masalasida eng katta falokat ko'pincha pul kamaygani uchun emas, odam vaqtida tekshirmagani, hujjatini yangilamagani yoki bitta arizani yozmagani uchun keladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavf ostida, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish lozimligini oddiy tilda aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikning pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Avval pensiya tizimida ko'p narsa oddiy ko'rinardi. Odam pensiyaga chiqadi, hujjat topshiradi, keyin har oy pulini oladi. Kimdir bank kartasiga oladi, kimdir pochta orqali oladi, kimdir farzandi yoki ishonchli vakili orqali oladi. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlangan bo'lsa, endi umrbod muammosi kelaveradi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya to'lovi doim ma'lumotlar bilan bog'liq. Pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi, tiriklik holati, nogironlik guruhi, mehnat staji, daromad, boshqa ijtimoiy to'lovlar va ayrim hollarda sud yoki ijro hujjatlari. 10 oktyabrdan keyin aynan shu ma'lumotlarni solishtirish, tekshirish va yangilash masalasi ko'proq ahamiyat kasb etadi. Men bu yerda oddiy pensioner tushunadigan qilib aytaman. Agar tizimda siz haqingizdagi ma'lumot to'g'ri bo'lsa, karta faol bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, katta xavotir yo'q. Lekin agar pasport almashgan bo'lsa-yu, bankda eski ma'lumot qolgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa-yu, pensiya jamg'armasiga xabar berilmagan bo'lsa, kartangiz muddati tugagan bo'lsa, ishonchnoma eski bo'lsa yoki nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik kabi asoslar bo'yicha hujjat muddati tugagan bo'lsa, ana shu joyda muammo chiqishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan holat shuki, odam pul tushmay qolganini ko'radi va darhol pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Lekin amalda sabab juda oddiy bo'lishi mumkin. Bank kartasi bloklangan, karta muddati o'tgan, telefon raqam egasiga biriktirilmagan, pasport seriyasi yangilangan yoki tizimda familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Bunday xatolar kichkina ko'rinadi, ammo pensioner uchun natija og'ir. Doriga pul yo'q, kommunal to'lovga pul yo'q, oziq-ovqatga pul kechikadi. Endi kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Agar sizning pensiyangiz plastik kartaga tushsa, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Masalan, kartangizda NL2024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi degani. Ba'zi banklarda oy oxirigacha ishlaydi, ba'zilarda yangilash jarayoni oldindan boshlanadi. Pensioner esa buni bilmaydi. Pul tushishini kutadi, lekin bank operatsiyani o'tkazmaydi. Natijada odam pensiya jamg'armasini ayblaydi, bank esa karta muddati tugagan deydi. Ikkinchi guruh pasport yoki ID karta almashtirganlar. Masalan, 68 yoshli otaxon eski pasportini ayda kartaga almashtirdi. Lekin bankka borib ma'lumotini yangilamadi. Pensiya tizimida yangi hujjat ko'rinadi, bank tizimida esa eski pasport turadi. Pul jo'natilganda tekshiruvda moslik buziladi. Bunday vaziyatda to'lov butunlay yo'qolmaydi, lekin kechikadi. Bir haftalik kechikish ham pensioner uchun katta muammo. Chunki ko'pchilik pensiyani kunma-kun hisoblab ishlatadi. 3-guruh. Boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Masalan, ayol kishi Toshkent viloyatidan Samarqanddagi qizining uyiga ko'chib o'tdi. Ro'yxatdan o'tish masalasi o'zgardi, lekin pensiya bo'limiga bu haqida xabar berilmadi. Agar tizimda yashash manzili bo'yicha tekshiruv bo'lsa, savol tug'iladi. Odam qayerda yashayapti? Pensiyani qaysi bo'lim orqali olyapti? Pochta orqali berilsa, kim olmoqda? Ayniqsa pensiya naqd shaxsda pochta orqali beriladigan bo'lsa, manzil masalasi juda muhim. 4-guruh ishonchli orqali pensiya oladiganlar. Bu juda nozik masala. Ko'p hollarda keksa ota-onaning pensiyasini farzandi olib beradi. Bunda qonuniy ishonchnoma bo'lishi kerak. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki bank alohida
tasdiq talab qilsa pul berilmasligi mumkin. Masalan, onaxon yura olmaydi, o'g'li har oy pensiyasini olib keladi. Lekin ishonchnoma muddati 1 yil bo'lgan va tugagan. O'g'il bankka boradi, bank pul bermaydi. Bu bankning injiqligi emas, hujjat talabi. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Agar nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, tibbiy xulosa va qayta ko'rik muddati juda muhim. Ba'zi odamlar men bir marta nogironlik olganman, endi bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda guruh qayta tasdiqlanishi kerak. Agar komissiya muddati o'tib ketsa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yilga berilgan bo'lsa, keyingi yil qayta ko'rikdan o'tish kerak. Shu jarayon kechiksa, pul ham kechikadi. 6-guruh bir vaqtning o'zida bir necha ijtimoiy to'lov olayotganlar. Masalan, pensioner pensiya oladi, qo'shimcha ravishda kam ta'minlangan oila sifatida yordam oladi yoki parvarish puli rasmiylashtirilgan bo'ladi. Tizimlar bir-biri bilan solishtirilganda ayrim to'lovlar bo'yicha savol paydo bo'lishi mumkin. Bu har doim ham odam aybdor degani emas. Ba'zan ma'lumotlar eski bo'ladi, ba'zan mahalla. Bank yoki boshqa idorada yozuv yangilanmagan bo'ladi. Lekin odam buni tekshirtirmasa, muammo cho'ziladi. Endi kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz har oy pensiyani o'z kartangizga olayotgan bo'lsangiz, karta muddati hali tugamagan bo'lsa, pasportingizdagi ma'lumot bankda yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, hech qanday ijro qarzi yoki hujjat bo'yicha nizo bo'lmasa, sizda katta xavf yo'q. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki menda hammasi joyida degan odamlarning ichidan ham bank kartasi bloklangan yoki telefon raqami boshqa odam nomida chiqqan holatlar bo'ladi. Bir misol keltiraman. Yetim 2 yoshli otaxonning pensiyasi 1.200.000 so'm bo'lsin. U har oyning enbin sanasida pul tushishiga o'rgangan. 10 oktyabrdan keyingi to'lovda pul kelmadi. U ertasi kuni bankka boradi. Bank kartasi faol, lekin pasport ma'lumoti eski ekanini aytadi. Otaxon pensiya bo'limiga boradi. U yerda biz pulni yuborganmiz deyishadi. Muammo pulda emas, ma'lumot mos kelmaganida. Agar u oldindan bankka borib ID kartasini yangilatganida, bu yugur bo'lmasdi. Yana bir misol. 6 yoshli ayolning pensiyasi 900.000 so'm. U qishloqda yashaydi, pulini pochta orqali oladi. Keyin qizining uyga vaqtincha ko'chib boradi. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Pensioner yo'q. Keyin to'lov qaytadi yoki ushlab turiladi. Ayol pulimni bermayapti deydi. Aslida manzil bo'yicha tasdiq masalasi bor. Bu yerda eng to'g'ri yo'l vaqtincha yoki doimiy ko'chganingizni pensiya bo'limiga xabar qilish. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik masala qarzdorlik va ijro hujjatlari. Pensionerning kommunal qarzi, aliment qarzi, kredit qarzi yoki sud qarori bo'yicha majburiy undiruv bo'lsa, ayrim hollarda pensiyadan ushlab qolish masalasi paydo bo'ladi. Bu hamma pensiyani birdan olib qo'yish degani emas. Qonunchilikda ushlab qolish miqdori, tartibi va cheklovlari bor. Lekin odam bundan bexabar bo'lsa, kartaga odatdagidan kam pul tushganda qo'rqib ketadi. Masalan, 1.500.000 so'm pensiya oladigan odamga 1.200.000 so'mda darhol sababini so'rash kerak. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya bo'lida hisob-kitobni so'rang. Majburiy ijro byurosidan qaror bor yo'qligini tekshiring. Ikkinchi nozik masala bank kartasining bloklanishi. Karta firibgarlik gumoni. Noto'g'ri pin kod ko'p kiritilishi, muddati tugashi, shubhali operatsiya yoki mijoz ma'lumoti yangilanmagani sabab bloklanishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha telefon orqali kelgan qo'ng'iroqlarga ishonib, karta raqami, SMS kod yoki ilova parolini aytib qo'yishadi. Shundan keyin bank xavfsizlik sabab kartani to'xtatadi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, karta pin kodini, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham buni so'ramaydi. Uchinchi nozik masala tiriklikni tasdiqlash. Ayrim hollarda, ayniqsa pensioner uzoq muddat to'lovni o'zi olmayotgan bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki ishonchli vakil orqali pul olinayotgan bo'lsa, tiriklik holatini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu juda oddiy ko'rinsa ham, bajarilmasa to'lov to'xtab qolish ehtimoli bor. Masalan, pensioner Rossiyadagi farzandining yonida 6 oy yashab keldi. Bu davrda pensiyani kimdir kartadan yechib turgan. Tizimda savol paydo bo'lsa, odamning o'zi yoki qonuniy vakili hujjat bilan tasdiq berishi kerak bo'ladi. 4-nozik masala familiya va ism yozilishdagi xatolar.
lotin va kirill yozuvida bitta harf farq qilsa ham tizim mos kelmasligi mumkin. Masalan, o'ktam bir joyda uktam, boshqa joyda oktam deb yozilgan bo'lishi mumkin. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan holatlar ham uchraydi. Bu xato mayda ko'rinadi, ammo elektron tizim mayda xatoni ham katta nomuvofiqlik sifatida ko'rishi mumkin. 5-nozik masala. Mehnat staji va arxiv hujjatlari. Ba'zi pensionerlar pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'ladi. Chunki oldin arxivdan topilmagan ish staji keyin topiladi yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot chiqadi. Lekin qayta hisoblashda hujjatlar to'liq bo'lmasa, natija kutilganidek bo'lmasligi mumkin. Aksincha, ayrim hollarda eski hisob-kitobdagi xato aniqlansa, ortiqcha to'langan summa bo'yicha savol paydo bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun har qanday qayta hisoblash arizasini topshirishdan oldin hujjatlaringizni tartibga soling. 6-nozik masala, oila a'zolari tomonidan noto'g'ri tushuncha. Ba'zi farzandlar ota-onasining pensiyasini baribir oilaniki deb ko'radi. Lekin pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Agar pensionerning roziliksiz karta olib qo'yilsa, pin kod ishlatsa, pul yechib olinsa, bu oilaviy masala emas, huquqiy masalaga aylanadi. Ayniqsa hozir bank operatsiyalari ko'proq nazorat qilinayotgan paytda pensionerning o'zi bilmagan operatsiyalar keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Yana bir muhim jihat. 10 oktyabrdan keyin muammo chiqishi hamma uchun pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ko'p holatda bu vaqtinchalik to'xtatish, aniqlashtirish, hujjat talab qilish yoki bank texnik muammosi bo'ladi. Lekin vaqtinchalik muammo ham pensioner uchun jiddiy zarba. Shuning uchun men kutib turamiz, o'zi hal bo'ladi degan yondashuvni to'g'ri deb hisoblamayman. Pensiya tushmagan kunning o'zida sababini aniqlash kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa yoki tugagan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Bankdan karta faolmi? Pensiya tushimiga cheklov yo'qmi? Hisob raqam ochiqmi? Telefon raqam to'g'rilanganmi? Shularni so'rang. Agar karta bloklangan bo'lsa, blok sababini yozma yoki SMS orqali aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pensionerda kamida ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, yashash manzili bo'yicha hujjat. Agar vakil orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma bo'lishi kerak. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yoki tegishli ma'lumotnomasining muddatini tekshirsin. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha oladiganlar esa o'qish ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylik hujjatlari kabi asoslarni yangilab qo'ysin. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. U yerga borganda umumiy gap bilan pulim kelmadi demang. Aniq savol bering. Mening pensiyam qaysi sanada hisoblangan? Qaysi bank yoki to'lov kanali orqali yuborilgan? To'lov qaytganmi? Hujjatlarimda nomuvofiqlik bormi? Qo'shimcha ariza talab qilinadimi? Agar xodim og'zaki aytsa, siz yozib oling. Kerak bo'lsa ariza qoldiring va kirim raqamini oling. 4-qadam, bankdan hisob varaq ko'chirmasi oling. Ko'pchilik faqat SMS ga qaraydi. SMS kelmasa pul yo'q deb o'ylaydi. Lekin ba'zan SMS xizmati o'chgan bo'ladi. Telefon raqam o'zgargan bo'ladi yoki bank ilovasida ko'rinmay qoladi. Hisob ko'chirmasi aniq hujjat. Pul tushganmi, qaytganmi, ushlab qolinganmi, boshqa operatsiya bo'lganmi? Hammasi ko'rinadi. 5-qadam, agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, sababini yozma ravishda so'rang. Nega kam tushdi degan savolga kimdir qarzingiz bor deb javob berishi mumkin. Lekin siz qaysi qarz, qaysi qaror, qaysi tashkilot, qancha foiz yoki qancha summa ushlab qolinyapti, shuni bilishga haqlisiz. Majburiy ijro byurosi bo'limiga borib, pasport bilan o'z nomingizda ijro ishi bor yo'qligini tekshirtiring. Agar qaror noto'g'ri bo'lsa, shikoyat qilish mumkin. 6-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar ota-onangizning pensiyasini siz olib berayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddati tugamaganmi? Unda aynan pensiyani olish, bank hisobidan foydalanish yoki pul yechish vakolati yozilganmi? Shuni ko'ring. Hamma ishonchnoma ham hamma ishga o'tavermaydi. Ba'zi hujjatda faqat ma'lumot olish vakolati bo'ladi, pul olish vakolati bo'lmaydi. Bu juda ko'p uchraydigan xato. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 10 oktyabr atrofida yoki pensiya to'lovi kechikkanda telefon qilib, pensiyangizni saqlab qolish uchun SMS kodni ayting.
Karta raqamingizni yuboring, yangi ro'yxatdan o'ting. Jarima chiqmasligi uchun havolaga kiring deganlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, bunday havolarga kirmang, kod aytmang. Pasport rasmini begona odamga yubormang. Rasmiy masala faqat bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali hal qilinadi. 8-qadam ariza yozishni biling. Agar pensiya tushmagan bo'lsa, arizada quyidagicha mazmun bo'lishi kerak. Men falonchi falon sanadan beri pensiya to'lovim kelmagani sababli to'lov holatini tekshirib berishingizni. Agar to'lov to'xtatilgan yoki qaytarilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizaga telefon raqamingizni, pasport ma'lumotingizni va manzilingizni yozing. Arizani topshirganda kirim raqamini oling. Kirim raqami bo'lmasa, keyin murojaatingizni izlash qiyin bo'ladi. 9-qadam, oilada bitta mas'ul odam tayinlang. Keksa odamning o'zi idoradan idoraga yurishi qiyin bo'lishi mumkin. Farzandlardan biri yoki ishonchli qarindosh hujjatlarni tartibga solsin, lekin hammasi pensionerning roziligi bilan bo'lsin. Karta, PIN kod, SMS kod pensionerning nazoratida qolishi kerak. Yordam berish boshqa, pulni nazoratsiz ishlatish boshqa. 10-qadam, hamma hujjatning nusxasini saqlang. ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, pensiya bo'yicha ma'lumot, ariza nusxasi, bank ko'chirmasi, ishonchnoma, tibbiy xulosa. Ijro qarori bo'lsa, uning nusxasi alohida papkada tursin. Oddiy papka ham yetadi. Muammo chiqqanda odam qayerga qo'ydim deb sarosimaga tushmaydi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensioner o'z huquqini so'rashdan uyalmasligi kerak. Pensiya bu sadaqa emas, bu odamning yillar davomida qilgan mehnati, qonuniy, huquqiy yoki ijtimoiy kafolatidir. Agar pul kechiksa, sababini bilishga haqlisiz. Agar noto'g'ri ushlab qolinsa, e'tiroz bildirishga haqlisiz. Agar xodim tushuntirmasa, yuqori tashkilotga yozma murojaat qilishga haqlisiz. Demak, 10 oktyabrdan keyingi eng katta xavf shundaki, ayrim pensionerlar hujjat, bank kartasi, manzil, ishonchnoma, nogironlik muddati, qarzdorlik yoki ma'lumotlar mos kelmasligi sabab pensiyasini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil falokat degani emas. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun bir necha kunlik kechikish ham juda og'ir bo'ladi. Bugunoq kartangiz muddatini tekshiring. Pasport ma'lumotlaringiz bankda yangilanganini aniqlang. Ishonchnoma va tibbiy hujjatlar muddatiga qarang. Pensiya tushmasa darhol bank va pensiya jamg'armasidan yozma izoh so'rang. Eng muhimi, firibgarlarga ishonmang va SMS kodlaringizni hech kimga bermang. Sizning hududingizda pensiya tushishi, karta yangilash yoki hujjat tekshiruvi bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.